Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. O'zbekiston prezidenti imzolagan pensionerlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan 6 muhim qonuniy o'zgarish haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandiga, yaqiniga, nogironligi bor fuqaroga, boquvchisini yo'qotgan oilaga va hali pensiyaga chiqmagan, lekin yaqin yillarda pensiya rasmiylashtiradigan odamlarga aloqador. 1-5 avgustgacha bu masalalarni bilib qo'yish juda muhim. Chunki ko'pchilik o'z huquqini bilmagani uchun ortiqcha pul ola olmaydi. Nafaqa kechikadi yoki hujjatni noto'g'ri topshirib oylar davomida sarson bo'ladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Men bugun hammasini oddiy tilda, misollar bilan kimga nima tegishli, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerakligini tushuntiraman. Avvalo muammoning ildizini aytaman. Oldin ko'p pensionerlar pensiya masalasida qog'ozbozlikka duch kelardi. Ish staji arxidan topilmasa, odamning pensiyasi kam hisoblanardi. Kimdir ishlagan joyi tugab ketgan bo'lardi. Kimdir eski mehnat daftarchasini yo'qotgan bo'lardi. Kimdir qishloq xo'jaligida yoki mavsumiy ishda ishlagan, lekin hujjati to'liq yuritilmagan bo'lardi. Natijada fuqaro haqiqatda 3 yil ishlagan bo'lsa ham tizimda 22 yil ko'rinib pensiyasi kam chiqardi. Yana bir muammo. Pensioner bankdan oladimi, pochta orqali oladimi, plastik kartaga tushadimi, naqd oladimi? Bular ham ko'p savol tug'dirardi. Ba'zan odam oy boshida kelgan pul nima uchun kamayganini ham tushunmasdi. Kimdir qayta hisoblash huquqiga ega bo'lsa ham murojaat qilmagani uchun eski miqdorda olib yurardi. Hozir esa bir necha yo'nalishda tartiblar yangilandi. Men ularni 6 asosiy qonuniy o'zgarish sifatida tushuntiraman. Birinchisi, pensiya miqdorlarini oshirish va indeksatsiya qilish tartibi. Ikkinchisi, ish staji va ish haqi ma'lumotlarini elektron bazalar orqali tasdiqlash. Uchinchisi, ishlayotgan pensionerlarning pensiya olish huquqi va qayta hisoblash masalalari. To'rtinchisi, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar uchun kafolatlar. Beshinchisi, pensiya va nafaqalarni to'lash usullari. Bank, karta, naqd, ishonchnoma va masofaviy xizmatlar. Oltinchisi, murojaat, shikoyat ortiqcha yoki kam to'langan pulni qayta ko'rib chiqish tartibi. Endi har birini alohida hayotiy misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi muhim o'zgarish pensiya va nafaqalar miqdorini oshirish hamda indeksatsiya qilish bilan bog'liq. Oddiy qilib aytsam, narxlar oshsa, minimal iste'mol xarajatlari o'zgarsa, aholining daromadlarini qo'llab-quvvatlash zarurati tug'ilsa, davlat pensiyalarini ma'lum foizga oshirib boradi. Bu har bir pensioner uchun muhim. Masalan, bir otaxon 20 million 200 ming so'm pensiya olib yurgan bo'lsa, oshirishdan keyin uning pensiyasi belgilangan foizga ko'payadi. Agar oshirish 10% bo'lsa, u 120 ming so'm qo'shimcha oladi va jami 20 million 320 ming so'm bo'ladi. Lekin bu yerda nozik joy bor. Hamma to'lovlar bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli yoki kompensatsiya to'lovlari alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner faqat qo'shnimniki oshibdi, meniki nega kamroq oshdi deb xulosa qilmasligi kerak. Har bir odamning staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi va qo'shimcha ustamalari alohida hisoblanadi. Masalan, bir ayol 25 yil maktabda ishlagan, pensiyaga chiqqan, uning ish staji to'liq tasdiqlangan. Ikkinchi ayol esa 15 yil rasmiy ishlagan. Keyin uyda bola parvarishi bilan bo'lgan, staji qisman hisoblangan. Ikkalasi bir yoshda bo'lishi mumkin, lekin pensiya miqdori farq qiladi. Yana bir misol, bir kishi zararli mehnat sharoitida ishlagan. Unga imtiyozli pensiya yoki qo'shimcha hisoblash qo'llanishi mumkin. Boshqa kishi oddiy lavozimda ishlagan. Demak, faqat yoshga qarab emas, hujjatga qarab qaror chiqadi. Men tomoshabinlarga shuni alohida aytaman. Pensiya oshirilganda yangi miqdorni olganingizdan keyin albatta SMS, bank ilovasi yoki pensiya jamg'armasi ma'lumotlari orqali tekshiring. Agar hisobingizda shubha bo'lsa, nega menga kam tushdi deb og'zaki gap bilan qolmang. Yozma murojaat qiling. Ikkinchi qonuniy o'zgarish ish staji va ish haqi ma'lumotlarini elektron tasdiqlash bilan bog'liq. Oldin odam arxiv yurardi. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatini topish juda qiyin edi. Hozir ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlarga kiritilmoqda. Bu nimani anglatadi?
pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda ayrim ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida avtomatik almashiladi. Fuqaro har bir qog'ozni o'zi yo'tarib yurishi shart bo'lmagan holatlar ko'paymoqda. Lekin bu umuman hujjat kerak emas degani emas. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi ish staji, kolxoz, sovxoz, kichik korxona, xususiy firma, harbiy xizmat, bolani parvarish qilish davri, o'qish davri, nogiron farzand parvarishi kabi davrlar alohida tekshiruv talab qilishi mumkin. Hayotiy misol olaylik. Bir ota 1995 yildan 1994 yilgacha zavodda ishlagan, keyin zavod yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Agar elektron bazada ma'lumot bo'lmasa, pensiya jamg'armasi arxividan tasdiq so'rashi mumkin. Agar arxivda ham topilmasa, odam sud orqali ish stajini tasdiqlashga majbur bo'lishi mumkin. Shu sababli men har bir pensionerga yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga maslahat beraman. Mehnat daftarchangizni, eski buyruq nusxalarini, ish haqi ma'lumotnomalarini, harbiy biletni, diplomni, tug'ilganlik guvohnomalarini, nikoh yoki familiya o'zgargan tasdiqlovchi hujjatlarni oldindan tartibga keltiring. Agar familiyangiz pasportda boshqacha, mehnat daftarchasida boshqacha yozilgan bo'lsa, masalan Karimova bir joyda Karimova M, boshqa joyda Karimova Muhabbat deb yozilgan bo'lsa, bu ham muammo tug'dirishi mumkin. Oldindan tuzating. Uchinchi muhim o'zgarish ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'pchilik so'raydi. Pensiyaga chiqsam ishlashim mumkinmi? Ishlasam pensiyam kesiladimi? Qayta hisoblanadimi? Bu savollar juda ko'p uchraydi. Amaldagi tartiblarga ko'ra ko'plab hollarda pensioner ishlashda davom etsa ham pensiyasini olish huquqiga ega. Lekin qayta hisoblash, qo'shimcha staj sug'urta badallari, ish beruvchi tomonidan ma'lumot topshirilishi kabi masalalar to'g'ri yuritilishi kerak. Agar pensioner rasmiy ishlasa, ish beruvchi uni elektron mehnat shartnomasi orqali rasmiylashtirishi, ish haqqi va soliqlar bo'yicha ma'lumotlarni to'g'ri ko'rsatishi zarur. Agar odam norasmiy ishlasa, keyinchalik men yana 3 yil ishladim, pensiyamni oshirib bering desa, tizimda dalil bo'lmasligi mumkin. Misol uchun, bir pensioner ayol 2021 yilda pensiyaga chiqqan, keyin maktabda yana 3 yil ishlagan. Agar u rasmiy ishlagan bo'lsa va zarur badallar to'langan bo'lsa, u qayta hisoblash masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin qayta hisoblash har oy avtomatik bo'ladimi yoki murojaat asosidami? Qaysi davr hisobga olinadi? Bu holatni pensiya jamg'armasida aniq tekshirtirish kerak. Yana bir misol, bir otaxon bozorda qorovul bo'lib ishlaydi. Lekin hech qanday shartnoma yo'q. U har oy naqd maosh oladi. Bunday holatda u hozir pul olayotgandek ko'rinadi, lekin kelajakda huquqini isbotlay olmaydi. Shuning uchun men ishlayotgan pensionerlarga aytaman. Rasmiy shartnoma qiling. Ish beruvchidan ma'lumotlaringiz tizimga kiritilganini tekshiring. Plastik kartaga tushayotgan maosh va soliq hisobotlari borligiga e'tibor bering. 4-yo'nalish nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar huquqlari bilan bog'liq. Bu juda nozik mavzu. Chunki ko'p oilalarda pensionerning o'zi emas, uning farzandi nogiron bo'lishi mumkin yoki vafot etgan. Ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi yoki keksa odam yolg'iz yashaydi. Bunday holatlarda faqat yoshga doir pensiya emas, qo'shimcha nafaqa, parvarish puli, moddiy yordam, tibbiy ijtimoiy xizmat, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi kabi huquqlar ham bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha faqat bitta to'lovni biladi, qolgan imkoniyatlardan bexabar qoladi. Masalan, 7 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Farzandlar boshqa viloyatda. U pensiya oladi, lekin uyda yura olmaydi. Dori-darmonga muhtoj. Bunday holatda mahalla inson ijtimoiy xizmatlar markazi, tibbiyot muassasasi orqali uning ehtiyojlari o'rganilishi mumkin. Agar u nogironlik guruhi olish mezonlariga to'g'ri kelsa, tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak. Yana bir misol, vafot etgan, 2 nafar voyaga yetmagan farzand qolgan. Oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasiga da'vo qilishi mumkin. Lekin hujjat topshirilmasa, tizim o'zi kelib pul bermaydi. O'lim guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi, bank hisob raqami kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir oilaga aytaman, holatingizni yashirmang, baribir bermaydi deb o'tirmang. Rasmiy murojaat qiling. 5-muhim o'zgarish pensiya to'lovlarini olish usullari bilan bog'liq. Hozir pensionerlar pulni bank kartasiga olishi, ayrim holatlarda naqd shaqilta olishi,
pochta yoki vakil orqali olishi mumkin. Lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan jihatlar bor. Birinchidan, bank kartangizni hech kimga bermang. Pin kodni farzandingizdan boshqa odamga aytmang. Hatto bankdanman deb qo'ng'iroq qilsa ham aytmang. Ikkinchidan, ishonchnoma masalasini to'g'ri rasmiylashtiring. Agar pensioner yura olmasa va pulni farzandi olib bersa, og'zaki kelishuv emas, qonuniy ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Uchinchidan, kartaga pul tushgan kuni noma'lum havollarga kirmang. Firibgarlar aynan pensiyalarni nishonga oladi. Pensiyangiz oshdi, tasdiqlash uchun kodni ayting desa, bilingki bu xavfli. Misol, bir otaxonning kartasiga 20 million 500 ming so'm pensiya tushadi. Unga telefon qilishadi. Sizga qo'shimcha 300 ming so'm kompensatsiya chiqdi. SMS kodni ayting. Otaxon ishondi, kodni aytdi, kartadagi hamma pul yechildi. Keyin bankka boradi, lekin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shu sababli amaliy qo'yda bank xodimi hech qachon SMS kod, PIN kod karta orqasidagi raqamni so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni o'chiring va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Pensiya masalasida ham faqat rasmiy idora, rasmiy sayt, rasmiy kol markaz va mahalladagi mas'ul xodim bilan ishlang. 6-yo'nalish murojaat qilish. Shikoyat berish va noto'g'ri hisoblangan pensiyani qayta ko'rib chiqish tartibi. Bu eng muhim joylardan biri. Chunki odamlar ko'pincha menga shunday hisoblashdi, demak shunday ekan deb yuradi. Aslida esa xato bo'lishi mumkin. Ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri olingan bo'lishi mumkin. Familiya o'zgarishi sababli ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Nogironlik guruhi o'zgargan, lekin pensiya qayta ko'rilmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda fuqaro yozma murojaat qilishga haqli. Og'zaki aytish yetarli emas. Men kelgandim, aytgandim, keyin isbot bo'lmaydi. Murojaatni yozma shaklda qoldiring. Ro'yxatga olingan raqamini oling yoki elektron tarzda yuborsangiz, tasdiq xabarini saqlab qo'ying. Endi kimlar albatta xavotir olish va tekshirish kerakligini aytaman. Birinchi guruh. Pensiyaga endi chiqayotganlar yoki keyingi 1-2 yil ichida chiqadiganlar. Siz hujjatlarni hozirdan tekshiring. Ikkinchi guruh. Pensiyasi juda kam chiqqan, lekin ko'p yil ishlagan odamlar. Masalan, 5 yil ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz minimal miqdorga yaqin bo'lsa, staj yoki ish haqi hisobida xato bormi? Tekshirtiring. Uchinchi guruh. Mehnat daftarchasida o'chirilgan xiramuhr, noto'g'ri sana, boshqa familiya kabi muammosi borlar. 4-guruh. Ishlayotgan pensionerlar. Siz rasmiy ish stajingiz hisobga olmayotganini tekshiring. 5-guruh. Nogironligi bor yoki parvarishga muhtoj keksalar. Siz faqat pensiya emas, qo'shimcha ijtimoiy xizmatlarga ham haqli bo'lishingiz mumkin. 6-guruh. Bo'g'uvchini yo'qotgan oilalar. Siz hujjat topshirishni kechiktirmang. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, stajingiz to'liq tasdiqlangan bo'lsa, oxirgi oshirishdan keyin miqdor to'g'ri ko'paygan bo'lsa, bank kartangizda muammo bo'lmasa, sizda shoshilinch xavf yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'ygan yaxshi. Chunki qonunlar o'zgaradi, yangi imtiyozlar paydo bo'ladi. Ayrim hujjatlar elektron bazaga qo'shiladi. Men doim aytaman. Huquqini bilgan odam yutqazmaydi. Endi istisnolar va ko'rinmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshirilganda qarzdorlik, aliment, ijro hujjati yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lsa, qo'lga tegadigan summa kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan, lekin bir qismi ushlab qolingan bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, pul olishda muammo chiqadi. Uchinchisi, bank kartaning amal qilish muddati tugasa, pul tushgan bo'lsa ham yecha olmasligingiz mumkin. To'rtinchisi, nogironlik guruhi muddati tugagan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsangiz, to'lov to'xtashi yoki o'zgarishi mumkin. Beshinchisi, chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yashash joyi, ro'yxat, bank hisobi va ariza masalasini oldindan aniqlashtirish zarur. Yana bir muhim tuzoq. Men sizga pensiyani oshirib beraman, faqat xizmat haqi bering deydigan vositachilar. Hurmatli tomoshabinlar, pensiya qonuniy huquq bo'lsa, uni pora yoki tanish bilish orqali emas, hujjat orqali hal qilish kerak. Agar kimdir pul so'rasa ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lov bo'lsa kvitansiya bo'ladi. Rasmiy bo'lmagan pul berish sizni ham muammoga qo'yishi mumkin.
pensiya masalasida eng kuchli rolingiz. Hujjat, yozma murojaat va javobni talab qilish. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam pasport yoki ID kartangiz, JSSHIR raqamingiz, mehnat daftarchangiz, harbiy bilet. Diplom, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, ish haqi ma'lumotnomalari va bank hisob raqamini bir papkaga yig'ing. Ikkinchi qadam. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya ma'lumotlaringizni tekshirishni so'rang. Uchinchi qadam. Agar kam hisoblangan deb o'ylasangiz, arizada aniq yozing. Mening ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim asosida pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. 4-qadam, murojaat raqamini oling. 5-qadam, javob kelgach tushunmasangiz, yozma izoh talab qiling. Qaysi yillar hisobga olindi? Qaysi yillar olinmadi? Nima sababdan deb so'rang. 6-qadam, javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Agar siz nogironlik, parvarish yoki ijtimoiy yordam masalasida murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, oilaviy shifokor, poliklinika, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, mahalla va ijtimoiy xizmatlar markazi bilan bog'laning. Tibbiy hujjatlarni yig'ing, tashxislar, epikriz, davolanish varaqalari, shifokor xulosalari. Agar keksa odam yura olmasa, uyga borib o'rganish masalasini so'rang. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, o'lim guvohnomasi. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar hujjatlari va o'qish ma'lumotnomalarini tayyorlang. 25 avgustgacha nima qilish kerak? Men tavsiya qilaman. Shu muddatgacha oilangizdagi har bir pensionerning hujjatini bir marta ko'zdan kechiring. Pensiya miqdori oxirgi oshirishdan keyin to'g'ri tushganmi? Karta ishlayaptimi? Ishonchnoma muddat tugamaganmi? Nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari amal qilyaptimi? Stajda tushib qolgan yillar yo'qmi? Shularni tekshiring. Ayniqsa qishloqlarda yashaydigan ota-onangiz bo'lsa, o'zi biladi deb qo'ymang. Telefon qilib so'rang. Bank SMS'ni tekshiring. Kerak bo'lsa birga borib murojaat qiling. Bir kun vaqt ajratsangiz, oyma-oy qo'shimcha daromad yoki kamida xotirjamlikka ega bo'lasiz. Xulosa qilib aytaman. Prezident imzolagan va amalda qo'llanayotgan qonuniy o'zgarishlar pensionerlar uchun imkoniyat ham, mas'uliyat ham yaratadi. Imkoniyat shuki, pensiyalar oshiriladi, elektron xizmatlar kengayadi, ijtimoiy himoya kuchayadi, murojaat qilish yo'llari ko'payadi. Mas'uliyat shuki, har bir fuqaro o'z hujjatini tartibga keltirishi, huquqini tekshirishi, firibgarlardan ehtiyot bo'lishi va kerak bo'lsa, yozma murojaat qilishi kerak. Agar siz o'z huquqingizni bilsangiz, nafaqat o'zingizni, balki ota-onangizni, qo'shningizni, qarindoshingizni ham sarsonlikdan asraysiz. Sizdan iltimos izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz oxirgi vaqtda oshdimi? Hisob kitobda tushunarsiz joy bormi? Staj bilan muammo bo'lganmi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun bilib qo'yilgan bitta qo'yda ertaga katta pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qolishi mumkin.